İçini ko'ryapsan qanaqa? Katta narsalar. Shuluqani hatto nimalari ham bor. Oyoq ostisini beton qilsa ham bemalol bo'ladi. Hazillashma aka. Uy. O'tkir. Pulga botib ketyapti mana bular вообще. O'tlar bo'lgan, o'sha o'tlar tugagandan keyin mana quruq somonga o'tishgan. Quruq somonda ham masal badani shirasini yo'qotmagan. Yilini-ku taxtani ustida saqlab bo'lmaydi molda. Ko'pincha o'sha sigir yoshi kattargan sari optni bo'ladi. O'zini joyini uncha rasvo qilmaydi. Organizmda qancha zo'r suv aylansa, o'shancha hujayralari bo'kib yaxshi ves bosadi. Nimaga aynan Navoiy misol Buxoro yoki Xorazm taraflarida mollari kelsa, so'ysangiz buyragining ichidan tuz tosh chiqadi. Yozda bor-ku, yozda. Shunaqa salqin bo'ladi. Men paxsa devorda qalinligini ko'rsataman. Nimaga katta bu bunchalik? Assalomu alaykum. Romabet.uz kanali kuzatuvchilari. Juda ko'pchilikni talabiga binoan mana shu paxsa devor urilgan molxonadan video bo'lsin degandilar. Videomiz davomida xudo xolasa bu yerda polnishda obzorni qilib beraman. Bu yer o'zimning mahallamda, ko'chamning ro'parasida akani yemxonalarini pastki joyda molxona qilishgan. Xo'p, molxona bu yer o'zi uyga mo'ljallangan. Jamshidbek ham shu yerda, operatorimiz Kaksikda Jamshidbek bizlarda. Assalomu alaykum, hurmatli chorvador akalarimiz. Unda qo'lingizni ko'rsatib qo'ying kameraga. Shu yerdamiz. Xudo xolasa, bitta narsaga e'tibor berdim, gapingizni boshlashdan oldin. Nimaga bu yer salqin, juda shabada aylanib turadi, salqin, kayf, maza qiladi odam. Oynani ko'rsating. Oyna ochiq. Pastdagi teshikni ko'rsating. Teshik ham ochiq. Bu yoqda ko'rsating. Bu yoq mana tepa ham, past ham ochiq. Endi bu yoqda ko'rsating. Voy, Yozda bor-ku, yozda. Shunaqa salqin bo'ladi. Men paxsa devorda qalinligini ko'rsataman. Nimaga katta bu bunchalik? Ya bu yer o'zi uyga moslangan. Hali bu yer uy qilishmaydi bu yerda, o'shuning uchun molxona qilib ishlatishyapti. Mollar mana shu tartibda boqiladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta oxiri bor. 6 ta molni bemalol mana shu bitta bochkani o'zini uzunligida 6 ta molni bemalol sig'izdirsangiz bo'ladi shu yerga. Suvni chelakda berasiz. Endi qishloq sharoitida har kim har xil boqadi. Bir xilliklar suvni oldiga qilib qo'yadi. Tayyor, takoy zamonaviy molxona bo'lsa, mana bunaqa qiladigan bo'lsa, bari satilda ham suv tashiysiz. Albatta. Suv haqida ham bitta xudo xolasa yaqinda videoyimiz bo'ladi. Suvni qanday sug'orish kerak, qaysi payt berish kerak, yozda, qishda shunaqa qisqacha. Bu qisqacha emas, bu juda muhim fakt bo'ladi. Buni ham tartibi bormi? Конечно, suv berishda ham tartib bor. Suvni yumshoq qattiqligini hisobga olish kerak. Nimaga aynan Navoiy misol Buxoro yoki Xorazm taraflarida mollari kelsa, so'ysangiz buyragining ichidan tosh chiqadi. Bizarnikilarni so'ysangiz buyrakda bo'lsangiz ichi top-toza chiqadi. Mana shulargacha nimaga aksalatlar nima, og'ir tuzlar nima, yengil tuzlar nima cho'k, chimu qanaqa hammasini tushuntirib beramiz. Jigar oldingi videolarda faqat aytardik, jigar va yana jigar. Albatta. Esingizdami? Jigarga e'tibor berish kerak. Suv aylanishini ham e'tiborga olish kerak organizmda. Organizmda qancha zo'r suv aylansa, o'shancha hujayralari bo'kib nima bo'ladi? Yaxshi ves bosadi. Zo'r, ajoyib. Men eshitmagan ekan mechalik. Hujayralar suvlansa agar, molda terisini tortsangiz joyiga qaytib ketadi sirasi. Masalan, yangi sotib olingan mol yo'lda charchab keladi, u yoq bu yoq suv ichini tayini yo'q, junini ahvolini qarang. Aprel oyiga o'tib mana o'sha yem yeyotgan mollar o'sha tullab boshlagan. Bu yerda единственный minus, bu yerda единственный minus. Bu akamiz qilmagan narsa, qilmayotgan narsa, men 1000 marta aytdim. Somonni drabilkalab bering, somonni drabilkalab bering deb. Hattoki odamlar qishloq sharoitida ham o'sha olib somonimni ishqo'r bo'lmasin deb, somonni maydalab, o'sha bizlar bergan ko'rsatmalarga amal qilgan holatda o'sha somonni maydalab beryapti Jamshidbek. Bu narsani gap-gapligicha qolib ketmaydi. Video davomida buni isboti bilan ko'rsatib beramiz. Hattoki o'sha maydalab berilsa-ga mana bunaqa ichida qolib ketadigan cho'paklar bo'lsa ham mencha bo'lib ketadi, yevoradi bu. Bu endi nabrot minusga olib keladi. Bu hozir bilasizmi, mana buni yemasaga ichida shuluqa bilan kepak aralashtirilgan. Yaqinda olib kelib ko'rsatingni. Ketadi bu. Usulga. Ha, bir xilgi molni og'zini o'zini so'lagini hidi o'tirsaga bir xil nima, temol mana bunaqa mesni bo'ladigan bo'lsa, sal nimaroq bo'ladi bular. Gajirroq bo'ladi deydi-ku. Kamroq yeydi. Angus, Simmental, Avlikul unaqalar bo'lsa-ki, hech nimaga qaramasdan tiqadi ovqatni.
Bular bunaqa emas, yemishni bunaqa nima qilmaydi. Sal hid o'tirdimi, yemay boshlaydi. Xo'p, yana ikkinchi to'xtaladigan joyimiz yemni maydalab aytishdi, maydalab berishdi aytdik. U narsani hozir video davomida ko'rasizlar. Rezultat, natija qanaqa cho'kichimi bo'ladi. Yem maydalab berilgandan keyin endi to'pqa biz qo'l bilan tegmaymiz. Ichini ko'ryapsan qanaqa katta narsalar. Shuluqani hatto nimalari ham bor. Chiqib turibdi-da, mana qaranglar, qop-qora bo'lib chiqib turibdi. Agar maydalab bersangiz agar qatqo'rin nagruska olmaydi. Qatqo'rin nagruska olmay ishlasa agar mol yaxshi hazm qiladi. Yaxshi hazm qilgan mol albatta yaxshi semiradi. Bu narsaning hammasini o'zini karakarasi bor. Organizm qancha kam nagruska bilan ishlasa, o'shancha zo'r bo'ladi. Xo'p, novoz qilganda qisqacha aytib o'tib ketaman. Oyoq ostisini beton qilsa ham bemalol bo'ladi. G'isht qilish kerak. Bo'ldi, oyog'i nam bosadi, boshqa narsa qiladi degan tushuncha yo'q. Mana. Stayishga. Men bilganim bir 6 yildan beri bu yerda mol boqiladi. Stayishgan usti. Hatto stayishgan ustida boyagi qirilib, yilib ketmaydi. Menda ham oldin shunaqa fikr bo'lganda, g'isht termasa stayishga qilinsa molda oyog'i ketadi 2 oyda. Mana bemalol o'zi bu yerda hammasini chishib taylagan bular. Uzr, извиняюсь за выражение. Bunday qilib bemalol mana CDgacha tortiladi, ko'ryapsiz? Ha. Uchar ketmonchada CDgacha tortiladi. Bemalol tortasiz. Xo'p, keltirib berishimning sababi bitta joyda turib gapiraysam nima? Tobim yo'q. Maza yo'q. Ha. Agar stayashkani uklonni cho'tki qilib stayashga qiladigan bo'lsak va uni ustiga bizlar urg'u berilyapti. Buqa boqadigan bo'lsak, bemalol stayashkani ustida buqa boqsak bo'ladi. Buqani maksimal boqish srogi. Siz sigiringizni bolasini boqmaysiz-ku, buqa boqsangiz, to'g'rimi? Bozordan olib kelib boylab boqasiz. Mana bu odam 3 oydan ziyod boqmaydi mol. 3 oydan ziyod boqmaydi. U oyog'i ketishga ulgurmaydi darsi. Buqani boqasiz. Sidagi bemol nimadan betondan, uklondan ariqqa tushadi. Nimada betonning ustini shlankada yuvish ham oson. Bu bir. Sigir boqadigan bo'lsangiz, tabiiyki u narsani siz uzoqroq boqasiz. Yillab davomida boqasiz, yillar davomida. Betonda oyog'i to'g'ri uni charchaydi. Chunki siyish bo'ladi, suv to'kiladi, boshqa narsa bo'ladi, nam tortishi bor. Revmatizm bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga ham sigirni orqasi, nima, siydik chiqaradigan tarafi dumning tagida bo'lganligi uchun, ko'p tarafda bo'lganligi uchun mana shu yerga bemalol ariqqa yaqinroq joyga siyadi. O'zini oyog'ini tagiga siyib qo'ymaydi u sigir. Ko'pincha o'sha sigir yoshi kattargan sari optni bo'ladi. O'zini joyini uncha rasvo qilmaydi. Orqani ariqqa o'nglab siyadi. Vaholanki siz g'ish qiladigan bo'lsangiz sigiringiz oyog'ini, mana shuncha joyini beton qilsangiz, beton ustiga siydik tushib, ariqning ichiga chiqib ko'chaga ketadi. Bo'ladigan bo'lsa ichiga kiradi, sasiydi. Taxta pol qilsa bo'ladi. Sinib ketadi u. Yo'q, qishda ichida qilsa bo'ladi. Ha, qishda ichida. Da, yozga nimaga o'tkazasiz? Uni yilini 2 oy taxtaning ustida saqlab bo'lmaydi molda. Bo'lmaydi. Tuyoq taxtaning yumshoqligi hisobiga yeyilmaydi, o'sib ketadi tuyoq. Va oyoqqa nagruska berib, oyog'i og'riydi. Bo'lmaydi taxtada doimiy boqib. Rezina qilsa bo'ladi lekin. Rezina qilsa bo'ladi. Rezinaning ustida boqsa bo'ladi molda. Ana shunaqa pol haqida informatsiya va yemishni qanaqa maydalab bersa, qanaqa axlatda farq qilishini hozir keyingi kadrda ko'rib o'tasizlar. Mana hozir yana bitta xo'jaligimizga keldik. Bu yerda mollarga xuddi boyagi aytganimizdek maydalab, chiroyli qilib drabelkada ezib berishyapti. Nam somon. Ichida kepak urilgan buni aka? Kepak urib, nimaga yemayapti endi bu? Xarid qilib. Qorni qarang. Qorni ishyapti, qorni to'g'moldi. Molda. Ertalab bir marta qaralgan, yemayotganning sababi. Endi qarang. Mana tushib ketibdi, Rom aka. Mana uni qarang. Mana bu chista o'sha atxot. Atxot. Samonda chiqarib beryapman-da. Ana endi ana shu samonda hozir maydalab berilayotgani. Mana shunaqa. Atxotni maydalab berishyapti ekan, demak. Plus yana hozir e'tibor beriladigan narsa mana uning ichidan xuddi shunaqa drabelkalangan narsani yeyapti. Ozgina qolgan obedgacha yo'q bo'ladi bu narsa. Mana buni qarangda, grubo bo'lsa ham axlatni mayinligini qarang. Nimani hisobiga bu? Ko'ryapsiz? Qatqorin zo'r ishlaydi.
Qatqo'rin nagruska bilan ishlamaydi. O'tib ketishi oson bo'ladi. O'shani hisobiga mana shunaqa mayin axlat chiqaradi. Bu degani kamroq nimaga chiqadi? Chiqinga chiqadi nimasi, yegan narsasi. Mana shuni hisobiga qancha yumshoq, Yevropa standartlarida ham shunaqa-ku, hech kim misol somon yoki selyoz yoki senajni mana shuncha kalta qilib bermaydi-ku, maydalangan meshalkada aralashtirib, o'sha vitamin, mineral hamma narsasini qo'shib kiyim beradi. Bular bu yerda ham xuddi shunday, mana hozir chiqardi axlat. Axlatni qarang. Endi asli molni kasal yoki kasal emasligini oshqozoni qanday ishlayotganini asosan axlatiga qarab ham bilsa bo'laveradi. Qanday hazm qilyapti. Biz ham yomon narsa yeb qo'ysak ichimiz o'tib ketadi-yu. To'ppa-to'g'ri. Chaynamay yutsangiz nima bo'lasiz? Ertasi kuni ichingiz o'tadi yoki oshqozoningiz tiqiladi. To'g'ri. Mana xuddi shunaqa dag'al narsa bersangiz agar oshqozonda tiqilish hosil bo'ladi, hazm buziladi, yana fermentatsiya, yana kapilnicha ular doktorga yugur, u yoq bu yoq bo'ldi, ketdik, keyin mol nimkala bo'lib qoladi. To'g'ri. Ana shunisi bor, dag'al ovqatni hazm qilishdi. Xo'p, mana go'ngini ham bemalol. Yuqumi ham nima bo'ladi mana? Tanacha, chotki. O'ziga olyapti badaniga. Chiroyliligini qarang mana. Bu yerda ham misol tosh somonga o'tishdan oldingacha nima bo'lgan? Selyoz va o'sha o'tlar bo'lgan. O'sha o'tlar tugagandan keyin mana quruq somonga o'tishgan. Quruq somonda ham misol badani shirasini yo'qotmagan. Mana bitta go'ngini ham ko'rsatib qo'yaylik. Oldingi holati. Go'ngni ham yerga sochgan ekansiz-a? Go'ng ham yerga sochilgan. Mana eski axlat. Mana qanaqa ichidagi nimasi dag'al. Qattiq yotibdi. Ha, unga e'tibor bermaysizlar o'shanga. Ya u nima drabilkani birinchi partiyadan chiqarilgan nimasi. Ichidagi svarka shlaklarda birinchi martaga maydalab chiqariladi, o'shani hisobiga shunaqa bo'ladi. Ha, drabilkani o'zini ko'rsating. Ha, drabilka olinganiga 1 oy bo'libdi. Endi mana aktiv ishlatilyapti. Bitta ko'rishda men farqlaydigan bo'lib qolganman. Rangi bo'lmasa ham, ha, yetish ham oson. Pichoqlari segment bahavik bo'ladi. Mana 22 ta. Mana keling. Yomon. Hazillashmang aka. Uy. O'tkir. Pulga botib ketyapti mana bular, вообще страшный. Nemetskiy pichoq ekan, Jamshid. Nemetskiy Germaniya. Qalin, original pichoqlar bular. Mana shunaqa xuddi bolalar nima qilishganda. Endi bu aka mana sal mayinrog'ida bo'lyapti ekan-ku setkasi. Buni yesa mana mol tiqaliga burniga kirib qolib, haliginaqa bo'lmaydimi? Mana turibdi-yu. Setkasi o'sha mayin setkalar turibdi. Asli bunga setkalari bilan dastavka qilib berishgan, bolalar yetishganda o'zlari. Ha? Zapasli pichoqlari bilan to zapasli pichoqlarigacha yetkazib berishgan. 1 yil, 2 yildan beri ishlatayotgan o'zi ko'rdim-da drabilkalarda. Pichog'i hali yemirildi deyishmadi. Lekin yana mana pichoqlari bilan qo'shimchasiga 4 ta zapas pichog'i bilan berilgan. 4 ta Udobniyligi mana bu nimasi syomniy golovkasi. Shu tiniq. И plus o'sha nimasi. Hali chiqarib ko'rmadim dedingiz-a, bug'doy-mug'doyda. Donlarda un qo'radi. Setka. Unisi bug'doydagi ekan, unisi makkanniki ekan. Da. O'zi agar xohlasangiz makkani ham mana shunda chiqarsangiz chiqara oladi. Ha, chiqaradi. Bemalol chiqaradi mana bunda. Aboroti ham yetadi, kuchi ham yetadi. Maydalab bemalol. Endi uni xohishingizga qarab chiqartirasiz-da. Mana dedim. Qani. Mana. Probnik. Bezoradimi shunday? Qo'yga yaxshiroq, ichida nimasi kurpasi sal kattaroq buni. Kattalari hazm bo'lmay, uni hazm bo'ladi, kattalari hazm bo'lmay qolishi mumkin. Xullas, shunaqa gaplar bemalol olib, foydalanib ishlatilayotgan joyga keldik. Har doim zavodidan olganimiz yo'q. Joyidan. Aka, nima deysiz? Mikrofonga sal yaqinroq gapiring. Qalay ishlayaptimi? Maslahat berasizmi odamlarga? Chiqarishi hammasi zo'r. Xudoga shukr, yasagan odamga rahmat, chiqargan odamga rahmat. Olib kelib berishdi mana.
Xudoga shukur bir atkasi yo'q. Dastavkaga Yaxshi pul cho'ldi. olinmadimi oshiqcha? Dastavkaga pul olgan yo'q. Bir shuning ichida bo'ldi. Hammasi o'shaning ichida. Ishlashi zo'r mana. Datchik balga qancha tok chiqarib berishlariga da bor. Ko'rsatadi. Ko'ngildagiday hammasi ko'rsatadi, zo'r. Bergan pulingizdan rozimisiz Sahar? Bergan pulimga roziman. Lekin bitta o'zim taylab supitam qilmayman doim. Tezligidan. Tezligidan. Tiqilib qolgani yo'q. Qilgan yo'q. Eng muhim joyi. Asosiy joyda. Mana shu chiqargan somon. O'zi chiqargan so'man. Mana. Mayinligini ham, boshqasini ham e'tibor berib. Nomerlari o'sha ekranda qo'yib o'tib ketamiz. Telefon qilib. Endi yomon narsani reklama qilmaymiz-da. Samon katta samon edi. Mana shunaqa chiqarib berdi. Ularga katta samondan berdim, yemadi. Katta somonligini ham mana bunisidan bilsa bo'ladi bo'g'imidan. Qalin. Yemadi. Keyin o'tib ham berdim, yemadi. Oxiri majbur bo'ldim, oldim. Yo'q, O'tib ham berdingiz yemadi. o'tib ham berdim, katta samonni yemadi. Yo somondan ketish kerak edi, yo puldan ketish kerak edi. Puldan ketish Siz kerak. puldan keshdingiz, drabilkani oldingiz. Drabilkan oldim, yo'q, xudoga shukur mana yaxshi. Va ancha molni boqib yetiltirib beradi, xudo xolasa, nasib Xudo qilsa. xolasa. Bo'lmasa shunaqa gaplar ekranda nomer qo'yib o'tib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqib, o'zlari telefon qilib so'rab olishlari mumkin bo'ladi.